Oq to'nli baliqxonasiga obuna bo'lganmiz. Yo'q, lekin endi bo'lishi mumkin. Bitta tekshirib ko'ring. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz $100 pul o'ynayapmiz bugun. Qazilmasmi? Obuna bo'lib bering. Hozir obuna bo'ldik. Obuna bo'ldi. Ko'rindimi? Telefoningiz. Xo'p, qarang, $100 pulimiz bor. Hozir o'rtasiga solamiz. Bitta raqam aytasiz. Chiqqan pul sizga. 27 maktabda o'qiganman. Bo'ldi, kiram ushlab turasiz. Qani sanaylik. Tepada. Bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 $100 chiqarsangiz, so'ga tashlayveraman. 18, 19, 20. Javobmi? Javob. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, $100 chiqdi. Hazilmasa. Yo'q, rostdan. Siz ham endi hazillashmadingiz degan umiddamiz, so'yga tashlaysiz. Yo'q, tashlayman, tilimga javob beraman. Bog'chada bo'ladi hozir. Uy. Qani? Ko'rib turibsizlar, Omalakan akamiz gapiga javob berdi. $100 uchun o'zini tashlab oldi.